Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Yangi videorolikimizga xush kelibsizlar. Bu videomizda men sizlarga juda ham zo'r yo'nalish ko'rsatmoqchiman. Bu yo'nalishda qanaqa ko'tarilish va sizlarga keyinchalik masalan YouTube'dan pul qilmoqchi bo'lgan, ya'ni daromad qilib o'zini hayotini o'zgartirmoqchi bo'lgan odamlar bo'lsa, shu harakat qilayotgan odamlar bo'lsa, o'shalarga juda ham katta tavsiyam bor bu videoda. Oxirigacha ko'ringlar. Короче, do'stlar, har xil kerak emas gaplarni aytmayman. Qayerdagi yo'q, musur gaplarni aytmayman. Bor gapni boricha aytaman do'stlar. Qanaqadir YouTube'da ko'tarilmoqchimisizlar, hozir detskiy yo'nalishda umuman hech nima qila olmaysizlar. Musur yo'nalish bo'lib ketdi ular. Oldin qilsa ular to'g'ri daromad. Oyiga 1000, 2000, даже 10 ming, 15 ming dollarga ishlaganlarni ko'rganman shu. Alendez, Vrongiz, Balobatar detskiy yo'nalishlarda. Serial xetmu shunaqa seriy kontent. Seriy kontent nima deyiladi? U seriy kontentni anisi ma'nosi birovni videolarini olib turib 4 ga 5 ga bo'lib yoki qanaqa birovni narsalaridan foydalanib qilinadigan narsa shu seriy kontent. Sizlar odamlar o'zidan yaratib qilsa, o'zidan shu yaratsa shu ideyani yoki videoni o'shanda haqiqiy original kontent bo'ladi. Shu unique content deyiladi inglizchasida, juda ham boshqachada. O'shanaqa kontentlarni hozir YouTube polностью qo'llab-quvvatlaydi. Bunaqa basic yo'nalishlar bo'ldi. Oxiri qolib ketdi tarixda. Endi hozir o'zgartirish kerak. Normalniy bitta yo'nalish tanlaylar. Qaranglar, sizlarga bitta zo'r narsa yozib qo'ygandim. Mana shunga anon qilish kerak. Juda ham ko'p e'tibor berish kerak. Faqat bitta kanal ochinglar. Juda ham ko'p kanal kerak emas. Yo'nalishdan yo'nalishga sakrab yurganda umuman foyda yo'q. Faqat bitta kanal ochish kerak. Bitta nomer ulash kerak, bitta AdSense bo'ldi, boshqa narsa umuman kerak emas. O'zingizlarga bir normalniy bir hamma narsani o'ziga ichiga oladigan bitta kanal ochinglar. Bitta yo'nalish tanlaylar. Bitta yo'nalish tanlaylar. Har xil yo'nalish emas. Yo'nalish ustida ishlaylar, ko'ringlar, kuzatinglar, qaysi yo'nalish sizlarga mos, eng zo'rini topinglar-da, o'zingizlar sразу YouTube'ga kirib 2-3 ta kanalni ko'rib turib, mana shu yo'nalishni qilaman deb ketmanglar. Bir 3-4 kun, bir haftalab analiz qilinglar, YouTube'da ko'ringlar. O'zingizlar nimaga qiziqasizlar, nimani xohlaysizlar, o'zingizlar nimani yaxshiroq bilasizlar. Masalan, qanaqa yo'nalishda o'zingizlarni miyanglarda fikrlar ko'p, shu ideyalar ko'p. O'shanaqa yo'nalish topinglar, o'shani qilinglar. Oldin shu ideyalar bormi? O'sha ideyalarni topganingdan keyin o'shanga yarasha, o'zingizning qiziqishinglarga yarasha kanallarni qidiringlar. O'sha kanallar bormi shunaqa kanallar o'zi mening qiziqishimga o'xshaydigan masalan. O'sha kanallar bo'lsa shuni kuzatinglar. Masalan, unaqa kanallar qanaqa video qo'yyapti? Nechta kanal bor? Kuniga nechtadan video qo'yadi? Prosmotrlari qanaqa? Ob'yomi kattami? Normalniymi? Masalan, har kuni video qo'yib turgan kanal bo'lsa, prosmotrlari normalniy bo'lsa, har kun video qo'yib kelyaptimi? Masalan, shunaqa bir 4 ta, 5 ta kanal topdinglarmi? Bo'ldi, demak, u yo'nalishda monetizatsiya bor. Odamlar har kun bekorga video qo'ymaydi, shuncha vaqtini sarflab. U normalniy yo'nalishlar bor, hech qachon 15-20 minutda montaj qilib bo'lmaydi u narsalarni, normalniy yo'nalishlarni. U sizlarga dediski yo'nalish emas, 2 minutda montaj qilib shablondan qiladigan. YouTube bo'ldi, ularni o'sha yo'qotadi bundan buyog'iga. O'zingizlar masalan daromadinglar stabil bo'lishini xohlasanglar, o'shanaqa men aytgan hozir usulni qilinglar. Hech qachon unaqa dediski yo'nalishlardan foyda topmaysizlar. Mayli topinglar mumkin bir birinchi oy $2000 yoki ikkinchi oy $1000 topib turib, uzog'i maksimum 3 oy topishinglar mumkin pul. Lekin baribir oxiri nolga tushasizlar. O'sha kanal yo'q bo'lib ketadi yoki monetizatsiyasi o'chadi. Hali bir normalniy yo'nalishlarda bir original kontentlarda sal-pal muammo bo'lyapti, dediskilarga вообще. Hozir umuman ishlab bo'lmaydi do'stlar. Shunga seriozniy qarash kerak. YouTube o'yinchoq emas. U sizlar qilayotgan mehnatinglarni qadrini bilsanglar, shunga yarasha narsa qilinglar. U yo'q bo'lib ketadigan narsalarni qilmanglar. Qaranglar, bitta yo'nalish tanlaylar, uzoq muddatli bo'lsin, dediski bo'lmasin, kattalar ko'radigan bo'lsin, shu ongi bor odam, shu kalasi ishlaydigan shu videolarni ko'rib turib, shunaqa odamlar ko'rsin-da, o'zimizga o'xshagan odamlar ko'rsin. Masalan, biz YouTube'ga kirsak, qanaqa video ko'ramiz? Bizlar ham video tanlaymiz-ku, bu dediski video ekan, bu boshqacha video ekan, yosh bolalar videosi ekan deb yosh bola videosini ko'rmaymiz-ku. Boshqacha bir o'zimiz qiziqqan, masalan, mashinaga qiziqadiganlar mashinani ko'radi, futbolga qiziqadigan futbol videolarini ko'radi. O'shunaqa bir kontentlarni ko'radi-da odamlar. Bizlar qilayotgan narsa-ku odam ko'radigan narsa emas o'zi. Dediski yo'nalishda qilayotgan narsalar faqat yosh bolalar ongi bo'lmagani uchun shu qiziqib shu narsalarni qanaqadir adashib kira qoladimi shuni ko'radi-da. Keyin o'zingiz ustida ishlashingiz kerak. O'sha yo'nalishni tanladingizmi, kanal ochdingizmi, o'sha yo'nalishda polni ishlash kerak. Qanaqa ma'lumotlar bor, dunyoviy ma'lumotlar. Masalan, men qanaqadir yo'nalish tanlasam, siyosat tanlasam, siyosatni o'zim, shu hayotiy o'zim hayotdan olishim kerak.
bilim olishim kerakda. Hayotda kuchaysanglar, shu videolaringiz ham shunga yarasha kuchayib boraveradi. Sizlarda opit ko'paygandan keyin videolarni qanaqa video qilish, hozir siyosatda qanaqa yangiliklar, qanaqa Tramp nima deyapti, urush nima deyapti, o'shunaqa narsalarni bemalol qila olasizlar-da. U uzoq muddatli masalan, siyosat masalan qanaqadir yangiliklarni olib borsanglar. Keyin maqsadingizga erishmoqchi bo'lsangiz, eng kerak bo'ladigan narsa bu intizom. Hech qachon 4 ta 5 ta video qilib hech nimaga erisha olmaysizlar do'stlar. Hech qachon men garantiya beraman sizlarga 100% gapimga javob. Hech qachon erisha olmaysizlar. Maksimum 2 oy, 3 oy, 4 oy, 5 oy harakat qilinglar. U sizlarga 3-4 kunda monet yo'q, 1 haftada, 2 haftada, 1 oyda monet yo'q. Normal yo'nalishda ko'tarilmoqchimisizlar? Stabilni keyinchalik masalan, sizlar yarim yil umringizni sarflaylar, yarim yil umringizni sarflasanglar, qolgan 3-4 yil polni stabil sizlarga bitta kanalda ishlab beradi, polnisti. Faqat ishlab beradi, harakat qilish kerak-da. Unaqa masalan 1 oyda yoki 2 haftada monet bo'ladigan detis yo'nalishlar bor. 2 haftada o'laysizlar, uzoq 2 oy ishlaydi, undan keyin pul ishlamaydi. Sizlar masalan yarim yil mehnat qilib ko'taradigan katta yo'nalishli kanallar sizlar uchun yarim yil vaqtingizni oladi, lekin undan keyin sizlar polnisti boqadigan kanal o'sha bo'ladi. Sizlar keyin o'sha masalan oyiga $200 dan boshlanadi, dohod $100 dan boshlanadi. Kattalar yo'nalishida asta-sekin ko'tarilib boradi. $100 ga chiqasizlar, $500 ga chiqasizlar, $1000 ga chiqasizlar. O'zingizlarni rivojlantirganingiz sari shunga yarasha ko'tarilib borasizlar-da. Masalan, $1000 topsanglar, $200-300 ni kanallarga sarflaysizlar-da, qanaqadir bir saytlarda hamma sun'iy intellektda sotib olasizlar. O'shanga yarasha kontentlaringizda sun'iy intellekt orqali qilib animatsiya qilib kuchaytirishinglar, jonlantirishinglar mumkin. O'sha orqali ham kanallarni rivojlantirsanglar bo'ladi-da. O'sishda bu o'sish. Odam o'sib borishi kerak. Masalan, bugungi man kechagi mandan yaxshiroqmi? Yaxshiroq. Masalan, bugun nima o'rgandim? YouTube'ga shunaqa yo'nalish o'rgandim yoki qanaqadir bir usul o'rgandim. Montaj usul o'rgandim. Montajni o'rganinglar. Montajning eng asosiysi montaj. Montajni bilgan odam hech qachon xor bo'lmaydi. Keyin bizlar men ko'rsatadigan yo'nalishim hozirga zo'r motivatsiya berdim, zo'r gap berdim. Motivatsiya to'g'ri, lekin bu motivatsiya boshlab olish uchun kerak. Intizom asosiysi. Intizom birinchi o'ringa qo'yish kerak. Motivatsiya boshlash uchun kerak xolos. Kimdir boshlashni ham buni qila olmaydi-da, boshlay olmaydi даже. Boshlash uchun motivatsiya kerak. Qolgani intizom, hammasi intizom. Sizlarga har kuni motivatsiya bo'lmaydi. Mana shunday kunlar shunday yoqmagan, kompyuterim yoqishi ham yoqmaydi. Umuman. Lekin sizlar shu harakat qilib turib, shu kompyuter yoqinglar kelmasa ham kirib turib montaj programmasiga kirib montaj qilaverishinglar kerak. O'shanda odam haqiqiy miyasi o'ziga qiladi. O'sadi miyasi. Hech narsa osonchilik bo'lmaydi, qiyinchilik bo'ladi. Qiyinchilikdan keyin bo'ladi osonchilik. Ko'rsatadigan yo'nalishim mana shu yo'nalish, Glow Up yo'nalishi. Bu Amerikada juda ham mashhur yo'nalish. Butun dunyoda ham ingliz tilidagi kontent bilasizlar. Haqiqiy yo'nalishlardan, zo'r yo'nalishlardan bittasi Glow Up yo'nalishi. Masalan, bu o'rta yoshdagi 15, 20 yoki 14, 13 dan 20 yoshgacha bo'lgan yosh bolalar yoki qanaqa kattalar ham ko'radi buni 30 yoshgacha. Yo'q 40 yoshgacha ham ko'radiganlar bor. Prosta foizi kam bo'ladi. Lekin asosiy qismi shu 15 yoshdan 25 yoshgacha odamlar ko'radi. Bu Glow Up degani masalan qanaqadir bir o'sish, bu ham Glow Up o'sishda u tarjimasi mana. Eng o'zi bu desanglar, tarjimaga kirib inglizcha o'zbekcha Glow Up degani porlash degani, shu o'sishda, короче. Odam ulg'ayadi-yu, ulg'ayishda. Bunaqa yo'nalishlarda qanaqa masalan, mana bu video how to get rid of face fat quick degani yuzinglarni semizligini qanaqa qilib yo'qotsanglar bo'ladi, shunaqa chiroyli yuzga qanaqa olib kelsanglar bo'ladi, shuni figuraga yuzinglarni. Shunaqa video ekan, 4 minutlik. Bunday qanaqa maslahatlar bergan, qaranglar. Qanaqadir semiz bola bilan chiroyli bola Instagramda rasmini olib qo'yib qo'ygan mana. Montajda asosiy gap orqa fon ko'k, rasm qo'yib qo'ygan, ikkita rasm chiqib kelyapti mana. Bittasi bunday, bittasi bunday mana. Tekst yozyapti mana. Bunaqa bolalar rasmini tiqilib yopti Instagramda kirib olasizlar, mana shu tekst yozasizlar, bo'ldi. Keyin masalan o'zingizlar mana shu videoni ko'ringlar. Masalan, shu videoni o'zingizlar inglizchaga 4 minut, 5 minut ekan. Pastga tushsanglar, transkript degan joy bor. Mana shu transkriptga kirasizlar mana. Полностью hamma teksti bor. Mana shu tekstlarni hammasini olasizlar, o'zbekchaga tarjima qilasizlar. ChatGPTga yozsanglar, shu tekstlarni kopirovat qilib turib, o'zbek tiliga tarjima qilib bersanglar, o'zbek tiliga tarjima qilib beradi. Sizlar 4,5 minutlik, 5 minutlik videoni ma'nosini o'zingizlar oldin tushunib olinglar. Bu video o'zi nima deyapti bu videoda? Mana shu odam nimaga bu videoni qo'ygan, nimaga 70 mingta prostor olgan? Shunday maslahatlarni olasizlar. Masalan, sizlar o'zingizlar 5 minutlik videoni ko'rib o'rgandinglar-da,
o'zinglarga maslahat oldinglar masalan. Shu yuzni qanaqa qilib semizligini yo'qotsa bo'lishini o'rgandinglar. Endi shuni sizlar yangi video qilib chiqarsanglar bo'ladi. Masalan, bu chiqardi 70 mingta prosesor oldi. Sizlar chiqarsanglar 200 mingta ham, 1 millionta ham olishi mumkin. Bemalol oladi. Hech kim sizlarga to'sqinlik qilmaydi. Mana shuni o'rganinglar. Masalan, shu videoni qayta ishlashingiz mumkin, lekin chopib qo'ymanglar. Qayta ishlash degani bu videoni chopib skachat qilib YouTube'ga qo'yish emas. Shu videoni ma'nosini, ideyasini olinglar, shuni yoki kattaroq qilib yoritib beringlar. Auditoriyaga kattaroq qilib, ko'proq qilib yoritib bersanglar, odamlar mazza qiladi, ko'radi, shunaqa erpimi ham baland bo'ladi, kichkina emas. 3-4 kami, minimum 3-4 erpimi. 60 mingta prosesor, 10 mingta prosesor olinglar, kuniga 10 mingta prosesor 50-40 dollar bor. 50 dollardan birov ishlasanglar 1,5 ming dollar bor-da. 1,5 mingmi o'zi? Da, 1,5 mingmi 30 kunda 1,5 ming dollar bor. Yo'nalish shunaqa, kanal shunaqa. Masalan, oylik prosesorni ko'raylik. Oylik prosesor bu kanalda 466 ming ekan. 466 ming bo'libdi, bolalar 450 mingni 50 dollarga masalan 50 dollar deyapman. 450 ming 5 RPMga ko'paytirsa 2,5 ming dollar bor mana. Minimum 1000 dollar ishlasizlar. Yo'q degan joy. Lekin bu постоянный pul olib keladigan yo'nalishlar. Постоянный pul. Постоянный 1000 dollaringlar bor degan kishilarda. Sizlar masalan bu oyiga 4 dan 3 ta video qo'yar ekan. Sizlar masalan ko'paytirishingiz mumkin. Sizlar 3 kunda bittadan video qo'ysanglar, masalan 1 oyda 10 ta video. 10 ta videolar 50 mingtadan prosesor, 500 mingta prosesor. Normalmi lekin 5 RPMdan 2,5 ming dollar. Chotki. Masalan, mana bu kanalni qaranglar, 750 mingta prosesor olgan. Mana unda ham populyarniy videosi bor, 2 millionta prosesor olgan, 2 millionta. 4 minutli video atiga o'zi, 4 minutli. Mana bunda ham 750 ming masalan 12 ta video qo'ygan, 11 mingta obunachi yig'ib olgan. Bir kunda men 4 ming, bu hozir oyiga 580 mingta prosesor olar ekan. Bu ham shu 2,5 ming atrofida pul ishlaydi. Keyin mana unda qizlar uchun bo'lsa, qizlar ko'rayotgan bo'lsa, ayollar ham qilsa bo'ladi. Bu bemalol ayollar ham stabilniy pul qilsa bo'ladi mana. Ayollar o'zini hayotdan masalan qanaqa kardio debdi, bir nima debdi, ovqatlar qanaqa ovqat yeyish kerak, semirib ketmasligi uchun qanaqa o'zbek tilida ham videolar tiqilib yotibdi bunaqa. O'zbek tilida o'rganasizlar, qanaqa semirib ketmaslikni yoki dieta qilish usullarini o'rganasizlar, shuni ingliz tilida olib chiqasizlar, bo'ldi. Muammo yo'q. 8 minutli video qo'ying, 8 minut qilmanglar, 4 minut qilinglar, bo'ldi. Qilolganingizcha qilinglar, boshlanishiga bo'ldi. U yog'i o'zi portlaydi. Nasib bo'lsa, Xudo ko'rib turibdi mehnatlaringni, hech qachon sizlarni aniq qilib qo'ymaydi. Harakat qilsanglar bo'ldi. Asosiysi intizom. Shu hech narsa 1-2 oyda bo'lib ketmaydi. Odamlar, masalan, millionerlar ham millioner bo'lguncha bir 20-25 yilini sarflaydi. Ular millioner bo'lib tug'ilmaydi. Bo'lib tug'iladigan bolalar bo'lishi mumkin, lekin ular miyasi ishlamaydiganlar bor. Masalan, millioner avlodida tug'iladiganlar ko'pinisi miyasi ishlamaydi, ko'pinisi shu qimorga yoki qanaqadir bir kayfga berilib ketib, shunaqa qilib million dollarlarni sarflab yuborishi mumkin. Shunaqa ko'p o'zi unaqalar millionerlar orasida. Lekin millioner bo'lgan, o'sha noldan millioner bo'lgan odamlar hech qachon unaqa qilmaydi. Shuning uchun do'stlar, harakatda bosish kerak. Hali O'zbekistonda yashaymiz, millioner bo'lishimiz shart emas. Oyiga 2-3 ming topib tursak ham bizga shu yetib ortadi. Sayohatimizga, yeb-icharimizga yoki qanaqadir moshina olmoqchi bo'lsak, bemalol yarim yilda, 1 yilda olib qo'ysak bo'ladi. Harakatinglarga qarab 1 oyda olsanglar ham bo'ladi unaqa. Bemalol YouTube'da 1 oyda 10 ming dollar, 20 ming dollar ishlasanglar bo'ladi. Endi o'zingizlarga bog'liq. Shunaqa qilib do'stlar, shu yo'nalishda ishlasanglar bemalol stabilniy pul qilsa bo'ladi. Bu video sizlar uchun bo'ldi. Men maksimal qo'limdan kelgancha gapiradigan gaplarimni aytdim. Harakat qilish kerak do'stlar. Menda mana shunaqa fikrlar 18 yoshimda o'zimda miyamda shakllantirganman. Qo'limdan kelgancha endi kattalardan ko'p maslahat olaman. Shuning uchun ham do'stlar maslahat olish kerak baribir. Shuning uchun bosasizlar o'zlaringlar. Harakat qilinglar, yo'nalish tanlaylar. Men maslahat beraveraman, yo'nalishlarni o'zingizlarga mosini olasizlar, shunday qilasizlar. Men endi maslahat beradiganlarim shu o'zim ko'proq yoqadigan, o'zim ham bunaqa narsalarga qiziqaman-da, masalan, mana shunaqa glow up videolarni qilishga qiziqaman. O'zim ham tushunaman. O'shandan keyin ham o'zim qilsam bo'ladi hozir bunaqa yo'nalishlarni, montajini ham bemalol qila olaman. Hech qanaqa muammosi yo'q menga. Shuning uchun do'stlar, oldin hunar o'rganinglar. Bu ham hunar, bu ham kasb, albatta YouTube'da ishlash. Xuddi sartaroshga o'xshab, sartaroshlikni boshlashdan oldin ham ancha yillar o'qish kerak, ishlash kerak, praktika qilish kerak, o'rganish kerak. Sartarosh bo'lish ham oddiy sartarosh bo'lish uchun-da
Bu ham YouTube. O'zlaridan o'zlari kirib pul qilib yoki millioner bo'lib ketmaysizlar. Harakat qilish kerak. Любой narsada. Hamma narsada shunaqa. O'zida o'zi pul kelib qolmaydi do'stlar. Yo'nalishlarni bossanglar, bemalol mana shunaqa ideyalarni olib, masalan, eng ko'p prostor ko'plarni olasizlar. Masalan, nimaga bu ko'p prostor olgan? Men qisqadan prostor oladimmi, yo'qmi? Albatta oladi, faqat sizlar ham shunga o'xshab yoritib berishinglar kerak shu mavzuni. Shunaqa kanal ochinglar, nomini tanlanglar, bir normalniroq nom tanlanglar, shunaqa videolarni qilinglar. Boshida prostor olmaydi do'stlar, boshida prostor olmaydi. Shu 1 oy, 2 oy, 3 oy, 4 oy, 5 oy, 6 oy harakat qilinglar. Bitta kanal ko'tarib olganlardan keyin dast ishlab beradi. Keyin bunaqa yo'nalishlar yopilmaydi do'stlar. Ko'ngillar xotirjam ishlayverasizlar. Hech qanaqa muammosi bo'lmaydi bunaqa yo'nalishlarda. O'zinglar originalni ishlasanglar bo'ldi. Birov videosini chopib qo'ymasanglar yoki boshqa narsa qilib qo'ymasanglar bo'ldi. Shunday qilib do'stlar, maslahatim maksimum harakat qilish kerak. O'zida-o'zi hech nima bo'lib qolmaydi. Aytdim. Darsligim shu haqida bo'ldi. Darslik bo'lmadi. Yo'nalishda obzor qilib chiqdim. Bo'ldi. Atigi qilgan ishim shu bo'ldi. Motivatsiya berdim. Lekin aytgan bu gaplarimni hamma ham aytavermaydi do'stlar. O'zinglar bosinglar, ishlanglar, harakatdan to'xtamanglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.